Men yanvar oyidan beri mana diska girishi og'riqlari bilan kasallanib yotgan edim. Shu 2 qadam yurmasdan shunaqa bosolmay qolardim, oyog'imda juda og'riq kuchli edi. Kuchli og'riqlar bo'lardi, uyushib og'riqlar yo'talganimda hatto umurtqamga kuch berar edi. Menda shu og'riqni kuchi bilan zo'rg'a yurib kirgan edim shu yerga. Chanovatdagi bepul kasalxonani birovlar orqali eshitdim. Endoskop bilan grijani olish operatsiyasini tavsiya etishdi. Men shularning maslahati bilan unga rozi bo'ldim. Lekin men operatsiyadan chiqsam, og'riq nimaligini bilmadim. Og'riq umuman yo'q. Grija bo'layotgan bemorlar hammasiga mana shu yerga kelib, shunaqa jarrohlik operatsiyasini o'tkazishni hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yerga kelganimda shu oyoqda og'riq bor edi, ikkala oyoqda ham, o'ng oyoqda kuchliroq og'riq edi. Uxlab qolganga o'xshab karaxt bo'lib qolardi. Shu yursam, oyoq tortish qolardi. Bir 20-30 metrdan keyin bir o'tirib olardim-da, yura olmay qoldim. Undan keyin kecha operatsiya qilishdi. Men bugun turib yuribman undan. Hech qanday og'riq yo'q. Bu eng yaxshi, hali og'riqsiz qiladigan usul ekan. Endi hali yorgandan ko'ra. Yorganlar 5 oy 6 oy yotsa, bunda mana ishina qilinar ekan, rejim. Shundan yana ishga ketmaylar ekan. Xudoga shukr, mana sizlarga ham, doktorlarga, hammalariga rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin. Tanjollari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Shu bola chaqalarning orzu havaslarini ko'rsin. Hammalarga tavsiya qilaman. Yaxshi, bemalol yuribman, og'riq ham yo'q. Assalomu alaykum. Men ismim Tergashi Muhammad Sodiq. Yoshim 23 da. 7 yildan beri disk grija bilan kasallangan bemorman. 7 yil davomida turli davolanish usullarini foydalanib ko'rdim. Tibbiy, tabiiy, xalqaro usullar hech qaysi biri foyda bergani yo'q. 7 yildan keyin shu bir oy oldin Chinobat parkida faqat eshitib keldim. Doktorlari endoskopiya yo'li bilan jarrohlik amaliyotini amalga oshirarkan. Kecha jarrohlik amaliyotini boshlab o'tkazdik. Allohga shukr. Hozir samarasini sezyapman. Oyog'imda qon aylanishlari tiklangan, bel og'riqlari yo'qolgan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar, davolaninglar, hayotiylarni qaytib keling.